Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi rolikimizda Urganch shahrida bir yaxshi yerda joylashgan, yangi qurilgan domni birinchi qavatida joylashgan ikki xonali kvartira bilan tanishib chiqamiz. Местоположениeni primerini bildingizlar. Yan tarafımız bizada Manej sport majmuasi, yana bunda Urganch temiryo'l vokzali. Bundan doğru getsangizlar, undan adashmasam o'zingizga yo'lga chiqib bir xonaqitlarni ko'rsatib qo'yaman ekan. Jaloliddin Manguberdi otamizning haykalini ko'rib. Xullas, yine birden 19 yurt tuttu. Yine birden 5 yurt tuttu. 5 emin sayılarım 2000 manat bilan merkezdeki bazara barasla. Yok tezrak baraman derseniz çıktığınızla. Birden 3000 son bilen Tehkan bazara tez barasla. Mestası zor formatlamasına. Mestasını yine görüp tutsa. Mestasına gap olsun mümkün emez. Mestası yaxşı. Formatlamasına ne diyemiz? Kanka gittik esa içanlar bilen bir danışıp çıkar mısınız? Yani bir gap aytıp çekmeyin. Kimde kim keçer sürgün satacak olsa bemalol bilen kanalımıza ulaştırırsanız mümkün. Satışa yardım kılamız. Bilen kanalımızda YouTube'dan taşkarı, Telegram bilen, Instagram'dan gösteriniz. Ona silkelerini YouTube'a çıkan her bir videonun komentarlarına çıkıp paramız. Girip kanalımıza kılıklarına kalasınızda Telegram, kalasınızda Instagram. Hürmetli amaçlar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz birinchi qavatda joylashgan ikki xonali, adashmasam bir 60 yaqin kvadrat dokumentini ko'rib ustida gaplashib olaverasizlar. Hurmatli amaçlar, bu tarafda bizning zal, yana bunda spalni, xalasangiz belgini spalni qilsangiz ham bo'ladi, uchinchisi kanalizatsiyani polni berib kelsa bo'ladi. Buni bitta kvadrat olarak qilgan. Bunda spalnisi, yana bunda kuxnyasi, bu tarafda sanuzel, ya'ni vanna, tualet. Xalasanızda vanna milletib uzaytirib bersangiz bo'ladi, yana kichkina qoldirib, bitta vanna bir unitazga qo'ysangiz olarak bo'ladi. Yo'q, yo'q desangizlar, prixodga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Simlari двойной izolyatsiya qilingan hurmatlamaslar. Двойной izolyatsiyali simlar o'tgan. Bu tarafda bizning zal, shundan boshlaymiz. Hurmatlamaslar, berimizni razmerini yaratgan bo'lsak, berimizni razmeri 551'e 368 ofis kvadratura 20-27. Ayak telerine bonusu seçkili etilingen, elektromontaj kılıngan, arkasında bir zakonli yerem kalgan. Birinci etaj olsa şöyle yaxşı. Bir bağ etip koyasılan bir şaşık bir şeyden yer kılsanız da buladı. Kalasanız da bir de yeşiller sanzalan buladı. Biz de arkasında yeşil meşten kurmaydım bunu. Tak, bu bize zal buladı. Elektromontajlarını aytıp ettim. Joyimizda dokumenti 100% tak hurmatli amaçlar. Doğru üstünde oformlangan kralon. Yana bunda bizani spalnisi. Berimiz razmerini yaratgan bo'lsak, berimiz razmeri 359'a 283 ofis kvadratura 10-20. Berimizdan steşkil etilgan, elektromontajlar qilingan, aynalari hammasi EKPN. EKPN hurmatli amaçlar hozirgi vaqtda Akfa bilen uruyunu bir xil EKP'nde. Bu bilen danıştık. Keyingi meselede yine bunda bizani sanuzel, yani vanna tualet. Birimizden polnustine elektromontajla boğan, pişenler görüşte durttu. Bunda kanalizasyası, yine bunda suyu. Suyu adaşmasam ucu tuttu. Yani bir şutçuk koyup verip, bu da kalasa işini başla beraber ne yapıp? Şartlama yatıp suydara bilen birimizden polnusti geng mol kalgan. Hani teşkil teslim toplu bola teslim polnusti xalagan verjanı kılaverasizlar. Ne olmazsa işini bir araya götürüp vanna bu getirsanız lan bulaveradi. Sılıp görasizlar. Yine bunda bizani kuxnya uchun mo'ljallangan joy. Berimiz razmerini yaratgan bo'lsak, berimiz razmeri 359'a 358 ofis kvadratura 12-88. Görüntülerimizin ayak telleri kuyulgan, devorları suala durdu. Birimizden şu elektromontajlar ötken. Şimdi steyka gelen olsak, şu andan tartip arasıyla verin steyakını. Kanalizasyasını. Bunda bize yine gazımızdan ötüp durdu. Birimizde razitesel köprak taşlangan. 1, 2, bunda 3.
Hürmetli amaçlar, belli su, svet, gazdalı ve boyu. Bakçı mektep yanında transporttan muammo yok. Üçün dese cayımızını gösterip öttik. Meclisi da bir Zorya'da joylashgan. Mektepleri, bakçaları yanında. Aytib öttik. Yani Gagarinam, Dzerzhinskiy, ben 29. mektep. Keyin bakçalar ham shunday. Bakçalar ham ko'p. Transportga kelgan olsak 5, tak 19, araga chiqsangizlar 9, 4 hammasi yurib turibdi. Bu yerda bozorga borishlaringiz ham shart emas. Shunday peshkom chiqsangizlar, Sharq bu yerda Sharq magazin bor. Bozor, kichkina bozor. Shunda xarajat etib qo'yaverasizlar. Самый главный, hurmatli tomoshabinlar, joyimizda dokumenti bor. Dokumenti anan doğru notariusda oformlangan qiladigan. Hurmatli tomoshabinlar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z oxiriga yetib borayotir. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariy kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizning boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videoroliklarda sog'likda, omonlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Hamma endi yaxshi kun to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli tomoshabinlar, like'larni gumburlatamiz, fikr mulohazalarni kommentariy yozib qoldiramiz. Nodimiz, iloji bo'lsa gap topmanglar, yana aytib o'taman, bundan joy olish hozir o'zi bo'lib turgani yo'q. Avval ham shunday bo'lgan, hozir ham qiyin joy olish. Tak что bir yaxshi kommentariy qoldirasa degan umiddaman. Like'larni gumburlatinglar, fikr mulohazalarni yaxshi kommentariy bilan to'ldiringlar kommentariyani.